Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi mebelimiz Ustunobga jarayonni tugatdik. Bu mebelni Xo'jaobod tumani Navro'z mahallasiga Ustunobga qildik. Bu shu joyimiz. 360 holatda bo'ldi, bo'yi 220 holatda. Kafelar mebel ichida 1 poganometr 2 million 100 ming so'mdan bo'lgan, общий 6 million 700 ming so'mga mebel bo'ldi. Mebel ichida mo'kamiz, simisidalar, sushilkasi, qo'shimga solgan patnisi bor, narsalari bor, tachasi. Xo'sh, ikkala firmani matvi stalishnchasi bo'ldi, filmuslari bo'lgan, kafel mebel ichida chekalar alyuminiydan qo'yilgan. Noshkasi temir noshka qo'shimchasi yopib qo'yilgan. Xo'sh, krem peril, grey peril degan akrilda bo'ldi. Xo'sh, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar.